Guvohnomaning amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risidagi ariza oldingi tartib bo'yicha markazga uning amal qilish muddati tugashidan oldin 3 oy ichida berilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha 9 oy ichida berilishi mumkinligi belgilandi. Oldingi tartib bo'yicha laboratoriya sinovlari bilan o'tkazilgan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish hujjatlariga dori vositasining sifati bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilmagan taqdirda laboratoriya sinovlari o'tkazilmaydi. Bunda laboratoriya sinovlarisiz amal qilish muddati uzaytirilgan dori vositalarining sifati majburiy tartibda post-marketing nazoratidan o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, guvohnomaning amal qilish muddatini uzaytirishda faqatgina 1, 2 va 3-modullar keltirilgan hujjatlar taqdim etilishi belgilandi. Umuman olganda, guvohnomaning amal qilish muddatini uzaytirish jarayoni to'liq xalqaro tajribaga muvofiqlashtirildi. Rivojlangan davlatlarda guvohnomaning amal qilish muddatini uzaytirish to'g'risidagi ariza kamida 6 oy oldin topshiriladi. Ushbu o'zgarishlar guvohnoma amal qilish muddatini uzaytirish jarayonini tezlashtiradi hamda dori vositasining aylanmasida uzilishlar xavfini kamaytiradi va bozordan vaqtincha chiqib ketish xavfini pasaytiradi. Bu orqali sifati kafolatlanmagan dori vositalarini noqonuniy import qilishi va narxlarni sun'iy oshirish holatlarining oldini olishga erishiladi.